Assalomu alaykum barchaga. Xudo xolasa yana bir ishimizni topshirdik. Bu ishimizni Gumbaz mahallasi Qoraquchoq qishlog'iga topshirdik. O'zi do'stimizni xonadoniga qilib berdik-da qisqacha. Bu ishni endi kamdan kam holatlarda odamlar qildiradi. Endi shu o'zimiz do'stimiz bilan izlanib, dizayn orqali ishlab tayyorlab berdik. Xudo xolasa juda chiroyli chiqdi. Baho berasizlar ishimizga, o'zlaringiz bir kamtarona ishimizga. Polni obzor qilamiz, qisqacha obzor qilamiz ishlarini. Bunday shunga o'xshash mebellar kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol murojaat qilsangiz bo'ladi. Bunlarni zo'rlarni tayyorlab beramiz. Polni tozasidan qo'yib berganmiz. Men bu joy prosta bizga yetishmay qoldi, o'yna borligi uchun. Sal cho'zishimiz kerak edi. Cho'zolmaganimiz sababiga men bu narsani qilib berib ketdik. Yana qo'shimcha qilib spalni tumbasini tayyorlab berdik. Baho berasizlar. Polni bir komplekt qilsa juda chiroyli chiqdi. Bemalol murojaat qilasizlar. Shunaqa ishlar kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, bundan zo'rlarni tayyorlab beramiz.